Allah Taala'nın özü yaxşı görgen ve bu dinin hizmetini kılışta fidakar bolgan salih bendelerge bergen manevi nimetlerden biri şu ki ular unutulmaydı. İlahi ruh bilen çeksi jaranglaydigan layının birleşmesi bolgan insan tug'ilgandan tatip taki ölüp ketkiçe öz vücudidagi bu ikki ana amil arasida tinimsiz kurash qiladi. Onun ruhi uni ezgi hislatlarga, güzellik ve g'ubarsizlik chaqirsa, vücudining yana bir parchasi bolgan tuproq xususiyati uni havoyi havas, şehvet ve karanlık tuygularga başlaydı. İnsanın nefsi mana bu iki amil arasında ömürlük tanqislikda mahkumdur. İslam mutafakkirlari tamamen ruhning munosabatini at mengüchi chavandaz bilan atning munosabatiga o'xshatib, ruh chavandaz, tan atdir deyishdi. Agar chavandaz zaif bo'lsa, u atning ixtiyoriga tushib qoladi-da, at uni o'zi xohlagan tarafga so'raydi. Agar chavandaz kuchli bo'lsa, at uni o'qur yoki bedilikka emas, insoniy kamolat manziliga yetkazadi. Bizni yo'qdan bor qilgan, bizni yaratgan zot tabiiyki bizni eng yaxshi bilguchidir. Bu vajidan u zot insonligimizning komil yashab chiqarishimiz uchun ketarlik bo'lgan butun nuqtalar ro'shan yoritilgan holda payg'ambar alayhisalomdan iborat bir amaliy o'rnakni va Qur'oni Karimdan iborat bir yo'l xaritasini bizga avatdi. Aql va ruhning ustunligini tashabbus qiladigan bu din o'z nurini atrofga tarqitish bilanla jaholat va nafsoniyat tarafdorlari tarafidan dushman ko'rilgan edi. Shuningdan boshlab islomning dushmanlari bu dinni xunuklashtirish yo'lida hech vosita tanlab o'ltirmadi. Ular bu dinni turg'unlik va noqislik bilan ayblasa, bu dinning muxlislarini qaloq va xurofiylik bilan nishonga oldi. Ular bu dinga oid hammani yo'q qilish, kishilarni uningdan tazdirish, yiroqlashtirish ko'yida ba'zida fiqhiy mazhablarni turli tuhmatlar bilan qaralsa, yana ba'zida hadis sharif haqida kishilarni turli shak shubhaga soldi. Ba'zida payg'ambar alayhisolamning sahobalarini asossiz, noto'g'ri sifatlar bilan sifatlab, bu dinni bizga yetkazgan birinchi manbalarni yo'qotmoqchi bo'lsa, yana ba'zida musulmonlarning aqida e'tiqodi haqida turli tuman shak shubhalarni o'ydirib, bu dinning ulini bo'shatishga urindi. Ana shu qatorda ular islomning javhari va hayotiy kuchi bo'lgan ruhni tarbiyalash, ya'ni tasavvufni nazardan soqit qilmadi. Uni tarki dunyolik, bid'at va xurofotlik, real hayotdan ayrilib qolganlik deb chet qoqdi. Salohiyatsiz holda ahli tariqatning sepiga kirib olgan shaxslarning xatoligini qilib bir butun tasavvufni inkor qildi. Lekin Alloh o'z dinining komil holatda boqiy qilishni bu dinning haqiqiy muxlislarining qo'lida hamon ishga oshiratdi. Alloh taolaning o'zi yaxshi ko'rgan va bu dinning xizmatini qilishda fidokor bo'lgan solih bandalarga bergan ma'naviy ne'matlardan biri shuki, ular unutilmaydi. Mayli oradan qancha vaqt o'tgan bo'lsin, ular aslinadi, yaxshi gaplari qilinadi. Ular haqida solih duolar bo'linadi. Bu din uningga chin isilgan har bir insonning qalbida izzat va shon sharaf paydo qiladi. Bugun biz ana shu shon sharafning egisi, Allohga chaqirguvchi komil murshid, ariflarning ustozi, shariat bilan tariqatni jamlaguchi, qalbni nafaqat Allohga bog'lagan holda ibodat qiladigan tasavvuf peshvosi, ilm ahli damonlamlarning ustozi, güzel ovozli qorilarning peshvosi Shohimardan Damolla hojim bilan tunishib chiqamiz. Shohimardan Damolla hojim 1907-yili Turpan shahrining Qarg'ujisida ma'rifat va irfonga to'yingan ilmdor oilada dunyoga kelgan. Hammalarga ma'lumki, Damollam o'sib yetilgan bu muhit, jumladan bu diyor qori Qur'onlarning, ahli ilmi ulamolarning hurmatini qilish bilan mashhur bo'lib, vatanimizning turli iqlimlaridan kelgan taliblarga uy makon va xotirjam ilm elish sharoiti hozirlab berish bilan tunilgan edi. Shohimardan Damollam kichikdilla Allohning kalomini yodlashga ishtiyoq bo'lgan bo'lib, Qur'oni Karimni yodlash uchun Tuyuq yesidagi mashhur qiroat ustozi Sodiq Qarojimning dadisi ochgan madrasaga boradi va 1919-yili, ya'ni 12 yoshga kirgan chig'da Qur'oni Karimni yodlab bo'ladi va shu yili Ramazon oyida tarovih namozida imom bo'lishga boshlaydi. Damolla hojim Qur'oni Karimni yodlab bo'lgandan keyin shu yerdagi olimlarning yanida 4 yil turib taki Qur'oni Karimning tafsir darsini tugatgan qadar tuyuq tuturib qoladi. Undan keyin go'ching berib, u yerdagi ahli ilm ustozlar bilan uchrashib, ilm olish boshlaydi. Aradan bir mezgil o'tgandan keyin dinning xizmatini qilish uchun Urumchiga qaytdi va bugungi Xon Tangri masjidi bilan Jamoalik masjidini qurib chiqib, jamoatga imom bo'lib, amr ma'ruf qilish bilan birga o'qitish xizmatini boshlab o'tdi. Ana shu kunlarda Jallod Shingishday vatanimizdagi mashhur olimlar va diniy zotlarga qirg'in qilish va zindonlarga tashlashdek ig'ir kulfatlarga duchor qilgan edi. Jallod Shingishday boshqa barliq ahli ilmlarga o'xshashla Damolla hojimni turmaga banat qildi. Dar haqiqat bir qiyinchilikdan keyin bir osonchilik bor.
Allah Damolla hojimni bu turmada Iroq arab davlatidan Qur'on o'rgatish uchun vatanimizga kelib, ammo hech xizmat qilmay turibla zolimning turmasiga kirib qolgan bir qiroat ustoziga uchirdi. Damolla hojim u shayx bilan uchrashib, uningdan Qur'on Karimni haqiqiy tajvid bilan to'g'ri usulda o'rganishga boshlaydi. Damollam bu shayxdan tajvid va 10 xil qiroatni o'rganib turgan paytlarida turmadan qo'yib berildi. Ammo Damollam ustozdan texi o'rganib bo'la olmadim deb qarab, shu turmaning gundupayiga 2 ziqcha oltinni berib, shayxga tamoq akab bergan kishining siyoqida kelib, har kuni ozg'ina bir vaqtda shayx bilan uchrashib, darsni davom qilish fursatiga erishdi. Shoimardan Damollam bu shayxdan muntaxab tajvidni o'rgangan bo'lib, Damolla hojim keyin bu tajvidni uyg'urchalashtirib chiqqan va bu xildagi o'lchamli tajvidni Sharqiy Turkistonga, bo'libmi Sharqiy Turkistonning shimoliga elib kirgan kishi bo'lib qoladi. Damolla hojim turmadan chiqqandan keyin Turpan Qarg'uchiga boradi va bu yerda hozirgi madrasa masjidini bino qildi. Masjidning ostingi qavati va atrofiga talablarning yotiqi sifatida 220 yataq bino qildi. Yetib o'qiydigan o'quvchilarning soni 3000 atrofiga yetib, cho'ng ko'lamli bir madrasa barpo qildi. Shuning bilan Damollamning shuhrati bilan tang asli payg'ambar sanatlik turli bid'at zalolatlardan xoli tariqati Sharqiy Turkistonning barliq yezi qishloqlarga tarqaldi. Sharqiy Turkistonning hech bir rayonida Damollamga qo'l bermagan, u kishining nomini anglamagan odam qolmaydi. Bütün yurtlarda Damollamning maslakdoshlari, muridlari bo'ladi. Hatto Sharqiy Turkistondan halqib, Xitoyning ichkiri o'lkalaridan tunga musulmonlarmi kelib, bu zotga murid bo'ladi va natijada Qarg'ujidagi bu madras shu davrdagi musulmonlarning ilm va tasavvuf markazlaridan biriga aylanadi. Taxminan 7 yil vaqt o'tgandan keyin Qashqardagi xalq madrasasining qaytadan ochilganligini va ilm so'rinining qizib ketganligini anglagan Damolla hojim bütün shogirdlarining o'qitish ishlarini eng cho'ng 3 shogirdiga topshirib qo'yib Qashqarga yo'l oladi. Damolla hojim 1943-yili xalq madrasasiga o'qish keladi. U bu yerda ulamolardan Alloma Abdulloh Damollam Bashkarami, Shayx Emin Mavlavi va Qozi Hashim Axun Damollam, Shayx Taqiyeddin Sulaymon Axun Damollam va ulardan boshqa ulamolardan dars oladi. Bu ilm so'rinlari Sharqiy Turkistonning 13 viloyatidan kelgan taliblar bilan to'lgan bo'lib, har xil darslar, munozara, munoqishalar bilan qizib ketgan edi. Shoimardan Damollam bo'lsa, ana shu taliblar orasidagi kitob ilmlaridan tashqari Qur'oni Karim tilovati, tartil, tajvid ilmlarida alohida ko'z ko'ringan bo'lib, shu sohada yetishib chiqqanlarning eng oldin qatoridagilardandir. Damollam xalq madrasasidagi o'qishini tamomlab Turpanga qaytib kelgandan keyin ilgirki bor bo'lgan madrasani texmi jonlantirib xizmat qilishga boshlaydi. Ordan uzun o'tmay atalmış madaniyat inqilobi nomidagi zo'ravonlik boshlanib, zolim Xitoy tarafidan azargan ulamolarning beshiga Shoimardan Damollam chiqib qoladi. Ig'ir kulfatli kunlarni boshdan kechirgan Damollam hech bir vaqt bu dinning xizmatini va Robbisi oldidagi vazifasini unutib qolmagan edi. Atalmış madaniyat inqilobi oxirlashgandan keyin yana o'qitish ishlarini qaytadan davomlashtirdi. Taraf-tarafdan o'quvchilar kelishga boshlaydi. Damolla hojimning madrasasida qiroat ilmi, tajvid va undan boshqa kitoblardan Hidoyatun Nahvi, Kafiya, Mishkat Sharif, Muxtasarul Viqoya, Sharhi Viqoya, Hidoy Sharif, Tafsir Jalolayn, Tafsir Bayzavi, Sharhi Mulla, Nurul Anvar va Sahih Buxoriy qatorli kitoblar o'qitiladi. Shoimardan Damollam qori tarbiyalash ustozi ham olim bo'lib qolmasdan qalbni Allohga bog'lagan ahl tasavvufning murshidi va katta murabbiy bo'lib, Sharqiy Turkistonning butun mamlakat miqyosida kuchli ta'sirga ega edi. Hattoki ichkiri o'lkalardagi tungan musulmonlarmi Damolla hojimni ustoz tutish uchun Damolla hojimning huzuriga kelishgandir. 85-yilda Shoimardan Damolla hojim va mashhur qiroat ustozi Mahmud Xotib hojim, Xontangri masjid imomi Mahmud Damollam, Damolla hojimning o'g'li Mansur Qori hojim qatorli kishilar birlikda haj qilish uchun yo'lga chiqdi. Qashqardan o'tib Pokiston bo'lgan vaqtda Shoimardan Damollamning ilmiga va mo'ngluq qiroatiga hayron bo'lgan Pokiston xalqi Shoimardan Damollam boshchilik bu jamoatning nihoyatda katta hurmatini qildi va shu yillardagi Pokiston raisi Sayyid Yusuf Rizoning alohida qarshi elishiga muyassar bo'ldi. Damolla hojim Pokistonda bir mezgil turgandan keyin haj farzini ado qilish uchun Saudiya Arabistonga bordi va u yerda 6 oy qoldi. Haj safari taxminan 2 yil surdi. Va 87-yilda vatanga qaytib keldi va o'qitish ishlarini davom qilishga boshlaydi. Lekin haj safaridan qaytib kelgandan keyin Damollamning yeshi cho'ng bo'lib ketganligi tufayli sog'siz bo'lib qoldi. Ammo Damolla hojim kasal bo'lib qolgan vaqtdimi o'qitish ishlarini qo'ldan kelishcha davomlashtirgan bo'lib, kasal ig'irlashgan chaqda madrasadagi o'qitish ishlarini cho'ng shogirdlari bo'lgan xalfatlarga topshirdi. Shoimardan Damollam 92-yili 84 yoshida Turpan Qarg'ujida vafot bo'lgan bo'lib, jinoz namoziga yiroq yaqindan bo'lib, taxminan 30 ming odam qatnashgandir. Shoimardan Damollam Qarg'ujidagi Heyatgoh qabristonligiga dafn qilingan. Bu zotning shogirdlari u kunni tasvirlab mundaq deydi. U kuni madrasa oldidagi ko'cha odam dengiziga aylangan edi. Qarmoqqa Damolla hojimning jinozasi havoda yengil parvoz qilgandek ko'rinadi.
Hech kim bir qadam mangmusimi Damollamning tavuti qo'ldan qo'lga o'tib qabristonlikqa ulashgan edi. Damollamning o'quvchilari uning yo'lini davomlashtirib, Sharqiy Turkistonning shaharlarida o'quv o'qitish bilan shug'ullangan bo'lib, Damollamning o'quvchilari mayli Sharqiy Turkistonning ichida, mayli davlatlar orasida bo'lsin, alohida shon sharaf qozongandir. Damollamning bir qanchadan shogirdlari Eron, Malayziya qatorliq chet ellardagi xalqaro qiroat musobaqalariga qatnashgan va alohida natijaga erishgandir. Shahid ustoz Allama Muhammad Solih Damollamning dadasi Shoimardan Damollam haqida tuvandagi qasidani yozib qoldirgandir. Yusabbihulloha tulul layli mubtahila va kam minal layli yuhyihi bi Qur'anin masailush shatibi kana yahfazuha وهكذا الجزري مع كل إتقان تراه إذ قرأ القرآن مدكرا أذاب قلبا شديدا مثل سفوانه فاق الورى في العلا والمجد أجمعهم من أجل ذاك تسمي شاه مردانه